Belgilangan ikkinchi lokatsiyaga yetib keldik. Hozir esa o'quvchimizni chaqirib, ular bilan suhbatlashamiz. Hozir ikkinchi o'quvchimiz oldilariga kelyapmiz. Ularni yoshlari katta ekan. Hozir ular bilan suhbatlashib, ochiq fikrlarini bilamiz. Assalomu alaykum, Abdulla aka. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Uyda sal kattaroq ko'rinar ekan. Yoshroqman. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshimisizmi? Rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Ko'p kuzataman sizni anchadan beri. O'shanga robot ham oluvdim. To'g'risini aytsam, qiziqib, hali qilib haligidan Tikom borda arenda bo'lgan. Hali yana 1 yil bor. O'shani 1,5 mingga sotdim-da. Haligi oluvdim, keyin bu kvartiramni $380 to'layman. O'shanga qoplab tursam, bu biznesni xalaqit qilmasin. Endi bu ham kichkina endi boshladik, hali unaqa daromad haligi yo'q. Bo'lsin deb qalik qiluvdim, zo'r, yaxshi, Husan degan bolalaringiz, Aziz juda katta yordam berdi menga, menejerlaringiz. Borsam labbay do'da deb yugurib chiqib, nima bo'lsa, pul yetish bo'lsa, hali qilib, boshqa qilib hammasini o'rgatib turdi. Keyin qarasam, hisob-kitob qilib qarasam, $10 yaxshi berdi, lekin kuniga $10, $12, $15, $1000 ga yaxshi berdi-da. Keyin o'sha paytda haligi bo'lib qoldi, sizlarda aksiya bo'lib qoldi. Keyin unga illanmadim, pulim bo'lmadi. 3 oylik oluvdim o'zi, 3 oylik $200 3 oylik berishdi. Shuni endi uyda qoplasin deb hali qildim-da. Men masalan $300-400 bo'lsa, shu uyda qoplab tursa, bu yoqni sekin-sekin amallab ketarmiz deb ulanuvdim. Unga keyin o'zim shayton yo'ldan urdim. Bo'lmadi. Qoniqmadim. Qarasam $100 kam bo'lib qoldi-da. Keyin ben aytdim, boshqasi keyin hali qilarman dedim-da. Keyin boshqasi bittasi $100 ga ana qilib beraman sizga, pul robot qilib beraman, ishlayvering dedi. Shu bilan qo'ydim, menga ishlayotgandim, mana silif bo'lib ketaverdi. Foyda bir silif 300-200 olaman, 500 yo'qotaman, mana shuna qilib bo'lib ketdi-da. Xullas, endi uy sharoitim mana shunaqa, birovda o'tiraman, uyga hozir muhtoj edim. Harakat qilyapman, endi ko'ramiz-da. U 100% avtomat robot hozir yangi serverga o'tdi. Yangi serverga o'tdi. Har doim kuzataman Instagramda, boshqada ham. Telegramda ham kanallarda ko'rgan bo'lsangiz, yangi serverga o'tib, ancha profitlari yanada savdo soni ham ko'paydi, profitlari ham ko'paydi. Server o'zgardi. Standart bilan VIP bor hozir. VIP tarifda yanada 2 barobar ko'proq ochadi savdolar. Shunaqa, qani edi endi pulim biz yana borib Aziz Husanning oldiga davay ula demoqchi edim men. Shu ko'pchilik emotsiyaga berilib qo'yadi, boshida shoshib qo'yadi, kam deb turib, stabilniga emas, birdaniga ko'proq bittada ko'p topishga harakat qiladi. Shu ko'pchilik qiladi bu xatoni, boshida shunaqa qo'yish. Xato bo'ldi-da. Keyin o'qiyapman, endi imtihonni qanaqa topshiramanmi yo'qmi deb. Hozir qaysidan oldingiz? 72 soatmi yoki 72 soat? Kitoblarim ham ketdi, bor hammasi. Qayta yarimiga keldim hozir. Qayta o'qiyapman. Jo'aligida sal tushuncha qiyinroq, olish og'irroq, qayta o'qiyman. Anaqasida qatnashdingizmi? Jonli darslarda qatnashyapsizmi? Hammasida qatnashyapman. Jonli darsi bor, Gmailga ham darslik berganmi? Gmailga ham shunaqa bo'lsa kerak. O'shalar Gmailda ham darslik bergan, uni ko'rishingiz kerak. Gmaildagi darslik bor. Undan tashqari kitob, undan tashqari jonli darslar bor. Mana shunaqa. Mana bu yerda ko'p xayarligisi bor bu yerda. Bu yerda 4 ta analiz bor. Xo'p. Bu yerda anaqasi. Hammasini tushuntirib ketaman. Men bu yerda mana YouTube kanalda jonli darslar bo'ladi. Mana bu kanalda mana robot bo'yicha yangiliklar, boshqa narsalar bor. Mana YouTube'da ham bittasi kanali, bittasi guruhi, mana guruhi, mana kanal. Ammo natijalar buni ham o'zim qo'yib boraman, hammasini tushuntirib, doim ko'raman. Informatsiyalar berib, qanaqa savdo qilinadi, savdo jarayonlarini ham qo'yib boraman. Ham rasmiy kanalda ham qo'shimcha ma'lumotlar bo'ladi. Shunaqa, support xizmati bo'ladi. Support xizmatlari bilan yozishasiz, savollaringizga javob olasiz. Sizga yozaman deyman, ochgan paytingizda yozadigan bo'lsam, faqat yozganimcha haliga yozib qo'ysangiz, sразу javob beriladi. Yozib qo'ysangiz javob beriladi. Yopildi deysizda, keyin shu bilan ulgurmayman, deyman savollar. Bu yoqda savollardami? Yozib tayyor qilib qo'ysangiz, shunday tashlab yuborasiz. Unaqa haliga tushunmayman-da. Mana hozir berishingiz mumkin, qanaqa savollarni qilaringiz bo'lsa, telefoningiz. Endi men bunda
haligilarni misol uchun qanaqa desa bo'ladi. Men bularni o'qiyapman, trading nima, trading, keyin haligilarni marja bor-ku, marjinal savdo, spot savdosi, spot savdolarini o'qiyman, uncha tushunmayman-da, keyin jiyanim o'rgatib ketadi, uncha-muncha haligi pipslarni, qo'yishlarni telefonda o'rgatib ketadi-da. Shularni haligi qilib sekin-sekin o'rganyapman. Endi o'shalarni sal haligi qiyinroq bo'ladi menga sal. Keyin buni ham o'qiyman, buni ham qarayman, bu yoqqa qarayman, reaksiyalar hammasini tahlil qilyapman. Hozir 2 oy bo'ldi, bilmayman endi. Men o'zim maqsadim o'qib, yaxshi o'qib, o'zi bu yerda yana haligidan Nuri Islomdan oluvdim onlayn. Tanisangiz agar. Yo'q, taniyman. Nuri Islom degan haligi bor. U aksiyalar bilan, xomoshalar bilan shug'ullanadigan. 3 yildan beri o'zi hali qilaman. O'qiyman, kalakini o'qiyman, darsni polni olaman, siznikini ham polni hali qilib, keyin bitta ham darslarni hammasini 30 ta dars, 25 ta dars bor ekan bu yerda. Gmailda 25 ta dars bor, boyagi VIP kanalda 30 taga yaqin dars bor, umumiy 50 ta yaqin dars bor. Mana kitob ichida hammasi ko'rsatilgan. Bu kitob ichidagi strategiya ma'lumotlari, mana Wall Street strategiyasi. Xomashyolarda ham ishlaydi, oltin, neft, rangli metallarda ham, o'sha siz qiziqqan aksiyalarda ham ishlaydi, valyutalarda ham ishlaydi, kripto hammasida ishlaydi. Bir xil, chunki bozor oluvchi va sotuvchilar insonlar baribir. Ular psixologiyasini ustiga tuzilgan bu narsa. Grafiklar shakllanishi, hammasi ishlaydi bu narsalar. Faqat o'zingizga qulay bo'lgan o'qiysiz, o'rganasiz, xohlasangiz aksiyada ishlang, xohlasangiz kriptoda ishlang, xohlasangiz misol uchun valyutalarda ishlang. Bu siz o'zingizning ixtiyoringiz. Qaysi biri yoqsa o'shanda ishlab ketaverasiz. To'g'ri tushundim. Yaxshi, endi men hali qilganim sal jonli bo'lsa, dedim-da, men shu jonli bo'lsa yaxshi bo'lar, jonli darslar, jonli darslarda ham qatnashishingiz kerak. Oldindan vaqtini yozadi VIP kanalda. VIP kanalda. Savol-javob uchun vaqt beradi. Shu joyda misol uchun offlayn qilmoqchi edim-da men. Offlayn nechtasi taklif qildi, kuchim yetmadi, shu bilan mayli onlayn olaveruvchi bir gap bo'lar. Offlayn uchun ham avval onlayn baza bo'lishi kerak. Ya'ni offlaynda o'qib tushunishingiz uchun siz terminlar, bazalarni tushunib olishingiz kerak, nimaligini. Chunki offlayn agar misol uchun offlaynda bari qimmatroq bo'ladi, offlayn tushungunizcha tugab qolmasligi kerak edi. Shuning uchun avval onlaynni o'qib, zo'r tushunib, undan keyin offlaynga o'tsangiz to'g'ri bo'ladi. Endi men unday qildimda, endi to'g'rimi yo'qmi? Misol uchun men haliginda tillada to'g'risini aytsam qiynaldim, rosa. Bu yerda savdo juda haligi ekanda, misol tez yuradi, keyin sekinroqni bittasidan iltimos qiluvdim. Step index degani bor ekan. Unda ham hali u sal sekinroq yurar ekan, yaxshi ekan. Keyin bittasi aytdi, keyin keling sizga $100 bersangiz pol robot qilib beraman. Haligini dedi. Yo'q, pol robot qilib beraman. Ishlaysiz sekin-sekin o'rganing. O'zi aytdingiz bir paytlar, to'g'ri, kitob yaxshi, kitob olish kerak. Lekin amalda ham qilmasangiz qiyin, juda qiyin. Kitob sizni polni trader bo'ldi deb hisoblamaydi. Lekin amalda qilib, buni amalda qilganingizdan keyin o'zingiz emotsiyalaringizni bilasiz. Misol uchun boyagi holat shoshdim yoki qanoatlanmadim dedingiz-ku, yoki qarang, yo mustaqil ishlashingiz kerak, o'zingiz qo'lingiz bilan o'zingiz to'laqonli mustaqil ishlashingiz kerak, yoki misol uchun 100% avtomat robot o'zi bajaradi. Aralashadigan bo'lsangiz chalkashlik bo'ladi ikkita tomon bilan. Yo o'zingiz mustaqil hammasini o'qib o'rganishingiz mumkin, yoki 100% avtomat robot bo'lsa, u o'zi ishlab ketaveradi. Robotda yaxshi tomoni emotsiya yo'q. Stabil ishlab ketaveradi. Bu yoqda siz o'zingiz harakat qilib ketaverasiz. Bu yog'i yaxshi tomoni katta investitsiya, misol uchun prop kompaniyadan investitsiya olishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa, hammasini o'zini plyuslari bor. Lekin yaxshi, juda ham endi afsus qilib o'tiribman, bekor chiqib ketibman deb sabr qilsam bo'lar ekan deb endi o'zim yanada ko'proq ishlaymanmikin, yana o'rganishim kerak, o'zim ham mashq qilay degan maqsadda oluvdim-da, lekin tillada ishlash juda qiyinroq ekan. Qo'lda ishlash tushunish kerak ekan. Keyin o'sha qo'yaman, analizlarni chizib qo'yaman. Baribir sakrab Maskini o'tib ketib qoladi. Sababi kichkina time frame-dasiz. Kichkinadan emas, siz kunlik, 4 soatlik, 1 kunlik, 1 soatlik ishlaysiz, unaqa bo'lmaysiz. 1 minutlik, 5 minutlik professional ishlash 1 minutlik, 5 minutlik emasda. Professionallik minimum 1 soat. 1 soatdan pastiga tushmaysiz. Misol uchun oylik, haftalik, kunlik time frame-da ko'rasiz-da analiz. Undan keyin 4 soatlik, 1 soatlikda ishlasangiz bo'ladi yoki o'sha time frame o'zida ishlaysiz.
Lekin kichkina time frame'lar bu sizni emotsiyangizga sabab bo'lib tepaga pastga ketib turadi. Qayoqqa olishni bilmaysiz. 2 marta 3 marta teskari bo'lib, ketma-ket minus bo'lib, keyin riskni ko'tarasiz, yopaman minusni deb. Unaqada stabilность bo'lmaydi. Shunaqada bo'ldi. Sababi time frame kichkina. Shunaqa kechagina shunaqa qilib haligi qiluvdim, qarasam haligi uspet qilaman deb $100 $400 haligidan yechdim. Savdosidan bilan bog'lim savdosidan yechdim, qo'ydim $400 ishladim, yaxshi bo'ldi. Bir $300 oldimda, keyin faqat hammasi ketdi. Ya o'sha plus bo'ldi, misol $300 plus qildingiz, $400. $700 bo'ldi, to'g'rimi? Nima uchun $300 yechmadingiz? Endi sal yana ko'paytirib lotni kattaroq qo'yaman dedimda. Ko'pchilik shu xato bo'ladi. Keyin bir qo'ydim, lotni bir ham appasini ekan, bir lot sizni $400 o'zi 0.04, maksimum 0.04 400 lotingiz uchun. Siz 20 barobar katta qo'ygansiz. U aniq unaqada, misol uchun 30-40 punkt o'zi ketadi. Shunaqa ketadi. Siz o'sha $400 ga nisbatan $300 qilyapsiz-da, ya'ni misol uchun $40 dan bo'ladigan bo'lsa 75% daromad qilyapsiz-da. 70-75% daromad qilyapsiz-da. Unga ham qanoatlanmayapsiz. Katta narsa. Deyarli birga bir ishlayapsiz. Yechish kerak. Ko'pchilik xato qiladi, misol uchun pul topadi-da, yechmaydi, minus qilib qaytarib bozorga beraveradi. Yo'q, misol uchun $10 mi, $15 mi, $20 mi, $100 farqi yo'q. Bugun topdingizmi, yechib olishingiz kerak, ishlatishingiz kerak. O'zi maqsad pul topib o'shani o'zingizga ishlatish yo'q. Siz uni yana yechmasdan yana risk qilaversangiz, ma'no yo'q-da. Shuni azizlar shunaqa-da, kunniga yechsangiz yaxshi bo'ladi. Ha, yeching qo'yib qo'ying yoki yeching o'shani. Yechtirib borib yurdim, o'zim sal qiynaldim. Lekin ikkisi ham shunisi yaxshi ekan, bularga qaraganda, boshqalarga qaraganda ham osonroq ekan, yechish tushish ham osonroq ekanda. Sekundlar tez tashar ekansiz, tez tushar ekan. Bu yerda men chiqardim, bo'ldi, amak ketaverayman, hozir tushadi dedi. Kelganimcha tushibdi-da, aytdi, qo'yliqda yaqin-ku shu yerga borardim. Juda yaxshi bolalar, endi afsus qilib o'tiribman, bekor chiqibman endi. Qachon pul to'playman endi deb shu o'tiribman. Sizda asosan hozir qarang, o'sha xato qilayotgan joyingiz, просто boriga qanoat qilmayapsiz. O'sha topdingizmi, bo'ldi, yechib qo'ying, misol uchun olib qo'ying, uyingizga ishlatishingiz mumkin yo'q. O'zingizga nimagadir ehtiyojingizga ishlatasizda. O'sha daromad bo'ldimi, yechish kerak. Yechish kerak ekan. Bizda ham shunaqa, o'quvchilarga ham aytaman, misol farqi yo'q, $5, $10, $100, $200 yechish kerak bo'ldi. Maqsad baribir pul yechib olish. Pul yechib olish maqsad. Akkauntingizda ushlab o'tirganingizda ma'no yo'q, yechish kerak. Daromad bo'ldimi, yeching. Endi ko'proq qilib, misol uchun uyda pulini $380 chiqarishim kerak, har oyda berishim, arendamni chiqarishim kerak deb o'shanga tirishib o'tirib, emilsak berib ketib qolaman-da bir xil paytda, keyin hammasi silib bo'lib ketadi. Yo'q, yechish qancha bo'lishidan qat'iy nazar yeching. Yechish kerak. Farqi yo'q. Yechib olingda, ungacha ishlamang, qaramang bozorga. Fokus pul yechishga qarating, yechingda. O'sha pulni nimaga uchundir. Misol profit bo'lgan, sizda o'sha profit bo'lgan, misol robotdan yechdingiz, nariga $300 yechmangiz, o'sha yechib turib ishlatsangiz, ishonchingiz ortadi-da. Ya'ni energiya bilan yanada ko'proq, yaxshiroq o'rganasiz, tezroq o'rganasiz. Yechmasangiz sovib qolasiz. Yechib turib ishlatsangiz, yanada sizga nima deydi, oldiga harakat qilaverasiz-da. Shuning uchun profit bo'ldi, o'sha kunning o'zida yeching. Nimagadir ishlatishingiz mumkin, farqi yo'q, kattami o'sha, misol yetadigan darajasida yoki olib qo'yishingiz mumkin. Yoki qayta tradingga kiritmaydi, o'shani o'zingiz uchun ishlating. O'shanda his qilasizda, ishonchingiz ortadi. Ramazonga aksiyalar yo'qmi? Endi bo'lib qoladi, xudo xolasa. Tugamasdan 15 dan men bularga ham aytuvdim-da, bir borib shu iloji yo'qmi? Misol uchun bir $1000 tashlab turib, shundan keyin yechib sizlardan qutulsam, shu iloji yo'qmi deya endi uni xo'jayinlar biladi deb ular xursand. 15 dan keyin rejalashtiryapmiz, kattaroq. Endi unda ham limit bo'ladi baribir. Odamlar sonida limit bo'ladi. Nechta odam hali aniq emas, qanday bo'ladigan. O'sha paytgacha, o'sha narxlarda, o'sha paytda skidkalari bo'lishi mumkin, lekin undan keyin hozirgi narxga nisbatan ham ko'tariladi. Shu oyda bo'ladi u, где-то 2 hafta, 3 hafta ichida bo'ladi. Ramazonning o'zida bo'ladi. O'sha paytda bitta umumiy hammaga imkoniyat beriladi. Soni beriladi. O'sha maksimum darajada serverga nechta odam sig'sa, qolgan joylar, bo'sh joylar, server bo'sh joylar soni e'lon qilinadi. O'sha joyda qo'shilish mumkin bo'ladi. Boy e'lon qilinadi. Kuzatib tursangiz, o'zi kanallarda ko'rsatiladi. Bu bo'yicha men juda zo'r fikrim, yaxshi. Men juda ko'p narsa olmadim lekin bundan. Ko'p narsa olyapman. Endi baribir kirishaligi o'qigan bilan baribir yoqda ham tajriba. Endi misol uchun boshqaliklarda ham qilsa bo'ladi-yu. Endi bular nimaki haligi step indekslar sekinroq yurar ekanda. Misol uchun haligilar bunga qaraganda, tillaga qaraganda sekinroq yurar ekan. Shu alik qilsa bo'ladi deb o'shandan alik qilyapman-da.
tajriba qilyapman-da. Bo'laversa kerak mana. Euro USD, funt USD ishlashingiz mumkin agar. Misol uchun sizga stabilniy harakat kerak bo'lsa, euro USD, funt USD. Agar sizga kuchli, uzoq yuradigani kerak bo'lsa, oltinda ishlashingiz mumkin, neftda ishlashingiz mumkin. Har xil indekslar. Oltinda juda qiyin-da. Euro bilan funtda ishlab ko'ring, euro USD, funt USD deydi. U haligimi euro 100 valyuta parasi ham. Valyuta parasi. U ham grafik ko'rsatadi. Stabil sekin yuradi. Lekin mana bu hozir haligim qaysi edi? Crash degani bor ekan, crash. Yo, siz sintetik indekslar bilan ishlayapsiz. Siz real bozor bilan ishlang. Real bozor bilan oltin bilan ishlang, Brent bilan ishlang, funt bilan ishlang, euro bilan ishlang. Yenalar bor. Mana shunaqa real davlat iqtisodiyotiga, haqiqiy iqtisodiyotga bog'langan instrumentlar bilan ishlasangiz, real ishlaydi. Sintetik indekslar bir nechta indekslari qo'shib mana shunaqa qilib yoki sintetik tarzda ob'yomdan kelib chiqib qilinadi. Real tashqi dunyo bilan bog'liq instrument bilan ishlaysiz. Oltin bog'liq, dollar bog'liq, funt bog'liq, euro bog'liq, franklar bog'liq, yenalar bog'liq, real dunyo bilan bog'liq bo'lsin. O'sha instrumentda siz yaxshi daromad qilasiz. Yaxshi yurib beradi. Masalan, ochganingizdan keyin katta ob'yom qaysi tarafga bo'lsa, unga teskari ketib qolmaydi-da. O'sha ob'yom tomonga yuradi. Uni men kimdan o'rnattiraman uni, misol uchun qanaqa o'rnattiraman, kimga borishim? U narsani o'rnatmaysiz, shunchaki mana Trading View yoki MetaTrader bor, o'sha joyda o'zi chiqib turadi. MetaTraderda o'zi chiqadimi shunaqa? Chiqadi. Yo, mana crash kerak emas. Mana qo'shasiz, mana plus bor. Plus ustiga bosasiz. Stabilniy harakat qiladiganlarda bular, siz misol uchun orqaga ketmaysiz. Funt USD, USD yana, mana euro USD bo'ldi. Mana qo'shildi. Ko'rdingizmi? Bu ustiga bosasiz, mana qarang. Ustiga bosasiz. Ustiga bosasiz, mana chart. Grafikka bosasiz, bu yoqda ko'rsatish boshlaydi. Ana uchi bu haligi nima deydi? Buni chiqarishchi bu haligida ketaveradimi XMda yoki buni XMda ochib, XMda shot ochib, bu yoqqa ulasangiz bo'ladi. XMda hozir ochilgan, mani shotim pul yo'q uchun boshqatdan kiring deyapti-da bu. Yo'q, avval siz o'rganib oling. Avval o'rganing, tushuning, demoda ishlab ko'ring-da. Avval tushunib, yo'qotmaslikka o'rganingda, undan keyin kirsangiz to'g'ri bo'ladi. Bular ham demosi bor-ku, to'g'rimi? Buni ham demosi bor. Bu yerda ko'rsangiz. Xo'p, bu derivdagi ekan. Bu derivda XM pastda XMniki. Mana pastda XM demo akkauntlaringiz ham bor, demo akkauntlaringiz bor. Hammasini o'zingizga qulayini tanlab, o'zingizga qulayini tanlaysiz-da. Shuni ishlab ketaverasiz mana. Hammasida. Misol uchun USD yenada ham harakatlar chiroyli yuz beradi. Darajalarga tushadi hammasi. Shu bo'yicha tanlaysiz, oson. Bo'ldi, shu. Chartni tanlaysiz. Yumshoq tishlayman-da birinchi. Chartlarni tanlaysiz, bosib ketaverasiz. Qanaqa fikrlaringiz yo savollaringiz bo'lsa? Savollarim, fikrlarim boshqa. Nima deyman? Yo'q, yaxshi. Men xursandman o'sha olganimdan. Endi men hali qilmayman, nolimayman, kompyuter bor. Mayli, aslida men shu kitob menga kerak edi. Ya'ni bitta haligi kitob oldim. Haligilar to'g'risida, shu lot to'g'risida kichkina sariq kitob bor ekan. Nima edi? Nima ham edi? Esimga chiqib ketdi. Bu ham yaxshi ekan, lekin ular faqat shamlar to'g'risida. Unda faqat sham bilan ish bitmaydi-da. Faqat sham bilan ish bitmaydi. Keyin o'yladimda, keyin mana buni reklama qilgandan keyin aytdimda, telefon qildim, olib kelib tashlab ketishdi. Keyin shu to'lovni keyin boshlab oldim-da. Darslikdan o'tkazib berishdi. 25 ta dars edi unda. Hozir hali qilyapman, qayta ko'raman. Darslarni qayta ko'rib, buni ham hali qilaman. Endi eshitgan ham yaxshi, o'qigan ham yaxshi, ikkalasini ham olib boraman. Endi Alloh natija berar, bir yaxshi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Natija bergan, orada yechishingiz kerak. Shunaqa yechmadim-da. Yechib oling, yechib ishlating, masalan, uyingizga tashib qo'yishingiz mumkin yoki o'zingizga nima uchundir ishlatishingiz mumkin. $300, $150 bir kun qildim, bir kunda $150 ishladim. Endi hali qilsin, yana ko'paytiraman, qator lot bilan kiraman dedim-da, shu bilan yana $200 topib $350 bo'ldi. Keyin bir lot bilan kirdim, shu bilan yo'q ketdi hammasi. Bu ham biznes baribir. Bu ham biznes shunaqa endi, shunaqa. Boshqa iloji yo'q-da. Hamma ish biznes ham shunaqa, biznesga ham pul tikasiz.
biri bo'lsa bo'lib ketdi, bo'lmasa minus plusi bo'ladi. O'sha tradingda ham mana 100 ta savdo qilsangiz 100 tadan 100 ta o'xshaydi deganimiz. Sizga 50 tasi o'xshasa, pulni to'g'ri boshqarsangiz bo'ldi, stabil daromad qilasiz. 50 tasi o'xshasa yetadi. Misol 10 tadan 5 tasi o'xshasa, 5 tasi o'xshamasa, 5 tasi o'xshasa yetadi. Oddiy misol uchun sodda qilib tushuntiraman, 10 dollardan har biriga risk qildingiz, 100 dollar bo'ladi. Agar daromad bo'ladigan bo'lsa 30 dollarga yopasiz. Agar minus bo'ladigan bo'lsa 10 dollarga yopasiz, bo'ldi. 5 tasi minus bo'lib ketdi, 50 dollar ketadi. 50 dollaringiz minus bo'lmasdan turib, har biri 30 dollardan 150 dollar beryapti. Itogo hisoblasangiz bari 100 dollar qolyapti. Ya'ni 100 dollaringizni 2 barobar ko'paytiryapsiz. Xuddi shunaqa. Faqat grafikni tushunishingiz kerak bo'ldi. Murakkab joyi faqat grafikni tushunasiz. O'sha bo'yicha emotsiyaga berilmasdan ishlaysiz, daromadingizni yechasiz. Yechish kerak bo'ldi. Muhimi shu. Endi bir xilda men olaman, misol uchun siz ham hali ko'p aytasiz, haligilarni Fibonacci'ni ham bir qo'yib ko'rdim, uni tushunmadim. Fibonacci yaxshi. Keyin chizaman, tahlil qilaman, ketyapti. Demak, nechida qaysi shamni tanasini yorib o'tsa ketadi, bo'lmasa qaytadi. Tahlil qilaman-da, lekin bir xil paytda qaytish kerak deyman, ketib qoladi. O'sha bozor. Bu boya kichkina time frame ishlashingiz sababi. Kichkina shunaqa. Katta time frame ishlashingiz. Kattaga pul kattaroq kerak-da. Masalan, yo'q, gap pulda emas. Katta time frame. Qarang, depozit kichkina bo'lsa, kichkina time'da ishlar, depozit katta bo'lsa, katta time, unaqa narsa emas. Bu noto'g'ri tushuncha. Men misol uchun time frame'ga qarang. Men misol uchun kichkina haligida ko'rsam, men time frame'da borgancha misol uchun harakat ozgina bo'lsa ham уже 1-2 dollar ketib qoladi-da. Misol uchun 20 dollar, 50 dollar men kirsangiz, уже 10 dollar yo'qotib qo'yasiz-da, keyin qo'rqasiz. O'shani savol, o'shani katta time frame'da qanaqa bu borgancha u katta time frame'da lotni katta qo'yyapsiz siz. Lotni eng siz 0.01 qo'ysangiz ham bo'ladi. Siz 1 lot qo'yasiz. 100 barobar kichkina qo'yishingiz mumkin. O'shani katta time frame'da xotirjam, misol uchun ishlaysiz, o'sha xotirjam olasiz. Kichkina time frame'da katta lot qo'yyapsiz-da, stoplaringizni misol uchun yaqin qo'yib qo'yasiz, boshqa narsa majbur bo'lasiz, yaqin qo'yasiz. U aniq oladi yaqin qo'yasiz. Kichkina misol uchun normal time frame, kattaroq time frame ishlab, kattaroq stop qo'ying, kichikroq lot qo'ying, xotirjam ishlang. Xotirjamligingiz ham buzilmaydi. Shu professional ishlash shunaqa bo'ladi. Tushundim endi, yaxshi. Zo'r narsa oldim, bo'ldi, yaxshi. Agar savollaringiz bo'lmasa tugatamiz. Yo'q, savollarim yo'q. Zo'r. Yaxshi, mana tushuntirish, hozir ancha tushunish oldimda men. Misol uchun o'sha kichkina lot bilan katta lot bilan ishlash haligilarini keyin uzoqda men qo'rqardim-da. Ko'p dars bo'lyapti, lekin qisqada ishlayman, bitta qimillaganda, ozgina yurganda olaman deyman-da. Keyin jiyanim ham aytadi, kattaroqda haligida ishlang vaqtda. Endi zamoning kattaroq vaqtgacha yo'q ketadi-yu, misol uchun u qo'ygan 50 dollaring, 100 dollaring ham yetmaydi-yu, yetadi dedi-da. Endi men sizdan ham narsa hozir oldim, shunaqa endi harakat qilaman shunaqa ishlashga. Kami 1 soatlik bo'lish kerak yoki 4 soat, kami 1 soat bo'lish kerak. Shunaqa bo'lishi kerak. Shunaqa ishlash kerak ekan-da. Bo'ldi, yaxshi. Hozirgi eng o'sha 1000 dollar qo'yayotgan standart qilib bermasa 300 ham standart bo'ladi-da, shunaqa. 300 ham standart. Men masalan shuni ko'paytirib yana 1 oydan keyin yana 100 dollar qo'shib, shunaqa qo'shib 500 mingga chiqarsam bo'ladimi? O'sha ishlayveradi yoki ishlayveradi. Faqat ana sozlamasini to'g'rilasangiz, misol uchun mingga nisbatan 10 dollar, 20 dollar istasa, 1.5 mingga nisbatan 30 dollar ishlaydi. Shunaqa o'sha depozit katta bolalarga borib yetishim kerak-da, masalan qo'yadigan bo'lsam. U yoqdan sozlatib qo'ysangiz ham bo'ladi. U yoqdan sozlab beradi ham, onlayn sozlab beradi. Borib kelish shart emas. Supportga tushuntirsangiz, o'zi sozlab berishadi. Bo'ldi, rahmat. Katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Allohim nimaga niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga erishing, Parvardigorim. Bola chaqangizga bosh bering. Ulug' ayyom kunlari, ro'za oylari nimaga yaxshilik qilayotgan bo'lsangiz, savob ish qilayotgan bo'lsangiz, Alloh o'zi qabul qilsin, Parvardigorim. Bolalaringizga bosh bering. Ilohim saxiy boylardan bo'ling. Shunchalik yordam beryapsiz, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'ladigan bandalardan qilgan Parvardigorim umardi. Va sallallohu taala xayr xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Allohu akbar. Sen menchilar. Malades, shunday borishimni eshitib, shunday olsam, yugurib chiqadi oldimga. Nima kerak, do'da, nima kerak? Kartalarim qolib ketdi bu marta. Yugurib chiqib, olib chiqib berdi Aziz. Amaki mana qolib ketdi, haligiz kartalaringiz olib chiqib berdi. O'sha rolik bo'yicha qanaqa savol yoki qanaqa qilaringiz bo'lsa, bersangiz ular to'g'rilab berishadi. Agar yechishda, kiritishda
Yo, shunaqa qilaman. Tushunmasangiz yordam ham beradi sizga. Yaxshi Rahmat, ishlayman. charchamang. Xo'p. Solib qo'ymanmi? Olaman. Mayli, charchamang, savollar bo'lsa bog'lanasiz. Yaxshi. Xo'p. Yaxshi qoling. Xo'p. Rahmat.